O'zbekiston Adolat sotsial-demokratik partiyasi Toshkent viloyati kengashi tomonidan korrupsiyaga qarshi kurashish oyligi doirasida Ohangaron shahar 2-umumiy o'rta ta'lim maktabida sog'liqni saqlash tizimini korrupsiyasiz sohaga aylantirish ustuvor vazifamiz mavzusida ochiq muloqot tashkil etildi. Tadbirda Adolat sotsial-demokratik partiyasi siyosiy kengashi raisining birinchi o'rinbosari Abdukamol Rahmonov so'zga chiqib, Adolat sotsial-demokratik partiyasining korrupsiyaga qarshi kurash yo'lidagi amaliy faoliyati, tibbiyot tizimidagi adolatsizliklarga qarshi chora-tadbirlar va soha shaffofligini ta'minlash borasidagi tashabbuslari haqida so'z yuritdi. Tibbiyot sohasida halollik tamoyillarini mustahkamlash, bemorlar huquqlarini himoya qilish, tibbiy xizmatlarni sifatli va ochiq tarzda ko'rsatish zarurligi alohida ta'kidlandi. Mana bugungi yig'ilishda ustozlar, hamshiralar, vrachlar qatnashdi. Juda ham xursandman Adolat partiyasini faolligidan. Yo pora taqdim qilish, yo pora berishda, olishda o'rtakashlik qilishlar ham hammasini to'xtatish o'zimizga bog'liq. Buni har bitta insonni, yoshdir, qaridir, 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan xalqimizni miyasiga, qulog'iga qo'yishimiz kerak. Men qatnashganimdan juda ham xursandman. Tibbiyot xodimlari nomidan. Shuningdek, muloqot davomida korrupsiyaning kelib chiqish sabablari, uning jamiyat va taraqqiyotga yetkazadigan zarari hamda unga qarshi kurashish barchamizning fuqarolik burchimiz ekanligini ta'kidladilar.